Ulug'bek Maxsumov va boshqa mashhur insonlar nimaga 3-4 talab 100 ming dollarlik soatlar olishadi? Juda ham ko'p mashhur insonlar bunga investitsiya deb qarashadi. Misol uchun Habib Nurmagomedov soat olgandan keyin Rolex bo'lsin, boshqa brend bo'lsin, uni narxi 2 barobar, 3 barobar qimmatlashib ketadi. Nimaga? Chunki uni Habib Nurmagomedov taqqan bo'ladi. Boshqa misol prezidentning mashinasi. O'zi haydalgan mashina bo'lsa ham, lekin qaysi prezident haydalganiga nisbatan uni qiymati ko'tarilib ketadi. Hattoki mana Jahongir akani oladigan bo'lsak, qizil Nexia'si bor. Qizil Nexia'sini hozir qo'yib kimdir 50 ming dollarga oladimi desa, albatta buni oladigan inson topiladi. Undan tashqari Ronaldoning maykalarini oling. O'zi oddiy brend bo'lsa ham, eski mayka, tirtilib ketgan mayka bo'lsa ham, uni qiymati yangi xohlagan brend maykasidan qimmat sotiladi. Nimaga? Chunki gap mahsulotda emas, gap kimga tegishli va kim uni ishlatganiga ko'proq e'tibor beriladi. Ulug'bekga keladigan bo'lsak, men soatni bugungi kunda nimaga olyapti bilmadim, lekin ertaga haqiqatan bundan ham kuchli brend bo'lib, undan ham mashhur inson bo'lib ketsa, uni ham soatlari shunaqa qiymatga ega bo'lishi mumkin. Siz meni ko'p ko'rdingiz, bo'ldi endi biznesga taalluqli bunaqa ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta menga obuna bo'lib qo'ying.